Bo'ying pastroq bo'lsa nimalar bo'ladi? Eng asabga tegadigan holatlar metro yoki avtobusda bo'ladi. Seni bo'ying taxminan mana shu yerga to'g'ri keladi. Pakana. Senga qo'yiladigan laqablar ham aniq. Anu kaltani qara. 10.05. O, bo'yim kalta bo'lsa ham zato sanikidan. Kallam yaxshi ishlaydi. U bir qarich. Qayerdan bilding? Ana ko'rinib turibdi-yu. Ha. Aksiga olib do'konga kirganingda ham kerakli narsa tepada bo'ladi. Brat, anuni olib bera olmaysizmi? Mana bunimi? Ha. Mang. Rahmat. O'zicha hamma senga maslahatchi. Tovoni bilan narsa kiysang bo'ying uzunroq ko'rinadi. O'rta 50 ta tortilsang o'sasan deganing 60 bitta bo'ldi, nima qilay? Ha? Bo'ldi, tushur, boshqa joyga berib yuboribdi. Nima? Mana qo'ling aytganman. Mana buni qara, uzun bo'lib ketganini. Oyi, ovqat yo'qmi? Ovqat yo'q, mana sabzini bo'ying o'sadi. Agar sabzi bilan bo'y o'sganda quyon jirafa bo'lib ketardi. Qizlar bilan uchrashuvga chiqqaningda esa, Uzrman, siz boshqacha tasavvur qildim. O'ylaganimdek emas ekansiz. "Voy, siz men o'ylaganimdan ham dahshat ekansiz. Tushlarimga kirib chiqdingiz, yo'q demay o'lib bo'lib qolmay." O'zini Jennifer Lopez Simpson deb o'ylayaptimi? Bo'ying uzun bo'lsa nimalar bo'ladi? Maktabda jismoniy tarbiya darsida har doim birinchida turasan. Ha? Shu laqablardan bittasi aniq saniki bo'ladi. O, shilanka. Ey, terak. O'nayni uni qara. Nima? Qoch. Loyiq razmer esa har doim muammo. Oyim men sizlarga shim olib kelinglar dedim-ku, sho'rtiga olib kelibsizlar. Eshiklarga boshing tegib qoladi, mashinaga o'tirganda esa oyog'ing sig'maydi. Uydagilar esa bo'yingdan mazza qilib foydalanishadi. Aka shkaf ustida o'yinchog'imni olib bering. Nima men senga bor o'zing stul qo'yib ol. Dada. Oy. Yomon bir mushukni ruschasisan-da. Hozir lampochka almashtirish, qisqasi tepada bo'ladigan hamma ishlar seni bo'yningda. Lekin zo'r tomoni, birontasi bilan urushib qolsang mazza qilasan. Qo'li umuman yuzingga yetib kelmaydi. Kinoda, konsertlarda yoki uydagilar bilan televizor ko'rganda eng ko'p eshitadigan gaping, Aka boshingizni oling, to'syapsiz. qizlar bilan uchrashuvga chiqqan payt esa o'zingni yana ham uzun his qilasan. Rasmda boshqacharoq edingiz-da. Qanaqaroq edim? Unda bo'yingiz bilinmagan edi. Demak, rozisiz. Qisqasi o'zingga mosini topib olish ham oson emas. Oyi, bo'lmaydi bu qiz, bo'yi 1.75 ekan. Belimdan kelib qoladi-yu. Kichkina jon kichkina dada, yana yorim kichkina voy dada. Ramazon aytib keldik eshigingizga. Hozir berib yubordim. Yo'q, bizga bermadingiz, u boshqa sostav bo'lsa kerak. Ro'za keldi. Значит, sezon o'ldi. To'y yo'q ukam. Sizda pul ko'p-ku. Tangi o'tadimi? Bo'lib olasizlar. Aka netam 2000 bo'lgan hozir. Videoga ol. Mana Savdor aka bizga pul beryaptilar. $100 aniq yetadimi? Yetmasa beray. Uy, как раз Ramazon ishga shirik qidirib o'tirdim-da. Mana sizlarga qo'shilib olsam bo'ladimi? Qo'shib olaylik. Jinnimiz ham kam pul qoladi bizga. Bitta eshitib qo'yinglar, zo'r aytaman-da. Assalomu alaykum, biz keldik. Ramazon yo'lini izlab keldik. U zo'r chiqib bo'ladi, ishon. Zo'r. O'choqda kun nekita qolsizlar, karmonda to'xtanglar. Voy, yedirib ketishdi-yu. Obmoqi. Yulduz Usmonova uydamikan? Chiqara qoling. 10.000 pul. Nima deyapsizlar? Chiqara qoling 10.000 pul. Mas'uliyat qarasizlarga. Stavka qo'yib olganmizlar. O'tgan yili 5.000 deb aytardilar-ku. Eshitmadingizmi? Dollar ko'tarildi-yu. Dollarni ham bilasizlarmi sizlar? Men qarangizlar, Ramazonni kechqurun aytmasmidi? Qataylar hammadan oldin chiqdinglar biz. Vaqti men qarangizlar. Pul yo'q pul. Xohlasizlarning boriga barakadan qolgan bitta ikkita sovg'alar bor. Shuni beray. Ramazon ketdik. Yur Munisa Rizayvarga boraylik, Argentinadan kelibdi. Nech bo'libdi? Qanaqa sendan bor? Assalomu alaykum ustoz. Qizil gullar ochganda, cho'ntaydan pul qochganda, narx-navolar oshganda. Nima bor meni uyimda? Ramazon keldi.